Mana o'sha Zeekr 001 da choyni ichirgan 1000 ta ot kuchlik Denza Z9 GT avtomobili sotuvga tayyor kelib qoldi. Zeekr 001 dan keyin buni olsangiz ishoning aniq maza qilasiz. Agar bu mashinani olsangiz Xitoydan zakaz asosida olib keltiraman desangiz 70 ming dollardan oshiqqa tushadi. Lekin biz bu mashinani shunaqa zo'r narxga qo'yib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, polniy narxi bilan ma'lumotlarni aytaman. Denza Z9 GT 1000 ta ot kuchi bor. 3.2 sekundda 100 ga chiqadi. Ya'ni Zeekr 001 da prosta tak choyini ichirib yuboradi degani. Bu degani 1000 ta ot kuchi. Orqasida ikkita motor bor, oldida bitta motor. Orqa ballonlari mana bunaqasiga qayriladi. Ya'ni ikkita motor ikkiga qarab e'lantiraveradi. Mashinani 360 gradus tankiy razorot qilib olsangiz ham bo'ladi. Xuddi Damas burilgan joydan bemalol burilib oladi. Lekin Damas qilgan ishni bu qila olmasa kerak, nima deysizlar? Xullas mashina polniy full, pnevma podviskalari bor, Michelin ballonlarda Brembo tormozli sistemali 21 qora diskalarda. Mashinani kuzovi polniy satin matviy broneplyonka bilan jihozlangan, kraskalari ham top-toza. Eshigini ochasiz, hamma go'zallik buni ne tolki tashqarisi, ichida ham abdub, abagrev, massaj, hidab, hamma narsasi bor. Xolodilnikdan tortib hamma navoroti bor. Xullas, navorotini sanab sanog'iga yetmaysiz. Orqalarini ham go'zalligini qaranglar. Ancha-muncha keng. Zeekrdan shu orqalari keng ekan. 13 sm Zeekrdan uzunroq hisoblanadi. Orqa dizaynini ham qaranglar, juda ham chiroyli ishlangan ekan. Farasi uchib qopti, mayli yoqib qo'yamiz. Qaranglar, mana spoilerni xohlasanglar 60-70 dan keyin avtomatik ochilgan qilib qo'ysanglar bo'ladi. Umuman ochilmayotgan qilib yopib qo'ysa ham bo'ladi. Lekin bu mashinani orqa mana spoilerlarini ochib qo'ysanglar, BMW, Mercedes, Sportcar akalar ancha-muncha tomosha qilib qoladi. Qaranglar, E3, ya'ni 3 ta motor degani, Denza GT. Xullas mashina sotuvda tayyor, 53500 qilib narxini belgiladik. Pastdagi raqamga telefon qilib, baraka qilib olsanglar bo'ladi. Bosib oringlar akalar.